Sizga dunyodagi eng qimmat mashinani sovg'a qilishdi. Kalitini qo'lingizga tutqazishdi va bu senga bepul deyishdi. Siz xursandsiz, lekin bir haftadan keyin tushunib yetasiz. Bu mashinaning sug'urtasi, solig'i, benzini va servisi sizning 1 yillik daromadingizdan ko'p ekan. Mashina tekin edi, lekin unga egalik qilishning narxi juda qimmat bo'lib chiqdi. Afsuski, ko'pchilik moliya olamiga aynan mana shu tekin mashina ilinjida kirib keladi. Ular boylikni tekin sovg'a deb o'ylashadi, lekin Morgan Housel bizga bir darsni o'rgatadi. Dunyoda hech narsa bepul emas. Agar narx yorlig'i ko'rinmayotgan bo'lsa, demak, narx bu sizning o'zingiz. Deylik, siz biror bir biznesga yoki aksiyaga pul tikdingiz. Siz 100% foyda olishni kutayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin oradan 1 oy o'tib bozorda tushish bo'ldi va sizning pulingiz 20% ga kamaydi. Shu daqiqada siz nimani his qilasiz? Yurak urishining tezlashishi, kechasi uxlolmaslik, xato qildimmi degan shubha. Mana shu investitsiyaning haqiqiy narxidir. Ko'pchilik buni jarima deb o'ylaydi. Ya'ni xato qilganim uchun jazolanyapman deb hisoblaydi. Lekin bu jarima emas, bu xizmat haqqi. Muvaffaqiyatli investor bo'lish uchun siz mana shu noaniqlik va qo'rquv narxini to'lashingiz shart. Agar bu narxni to'lashni xohlamasangiz, demak sizga muvaffaqiyat ham berilmaydi. Keling, buni oddiyroq tushuntiraman. Agar siz mashinani noto'g'ri joyga qo'ysangiz va jarima to'lasangiz, bu siz xato qilganingizni anglatadi. Siz o'zingizni aybdor his qilasiz, lekin agar siz Disneylandga kirish uchun chipta sotib olsangiz, bu jarima emas-ku. Siz u yerda zavq va o'yinlar uchun haq to'ladingiz. Investitsiyadagi tushish ham xuddi shunday. Bu bozordagi xatolaringiz uchun jazo emas. Bu kelajakdagi katta foyda uchun to'lanadi degan kirish chiptasi. Ko'pchilik investorlar bu narxni to'lashdan qochishadi. Ular sehrli yo'llarni izlashadi. Tushish bo'lishidan oldin sotib yuborishni va ko'tarilishdan oldin qayta olishni xohlashadi. Lekin bu xuddi Disneylandga devordan oshib, tekinga kirishga urinishdek gap. Oxir-oqibat qorovul sizni ushlab oladi va siz hammasidan ayrilasiz. Biz avvalgi darslarimizda fond bozorini tayyor biznesga sheriklik deb o'rgangan edik. Endi o'ylab ko'ring. Agar siz biror do'kon ochsangiz, hamma kunlar ham foyda bilan tugamaydi-ku. Ba'zi kunlar mijoz kelmaydi, ba'zi kunlar mahsulot buziladi. Bu biznesning narxi. Siz buni qabul qilasiz. Nega unda fond bozorida narx tushganda vahimaga tushamiz? Chunki biz uni raqam deb o'ylaymiz. Yo'q, bu real iqtisodiyot. Agar siz buyuk kompaniyalarning foydasiga sherik bo'lishni istasangiz, ularning qiyin kunlarida his-tuyg'u solig'ini to'lashga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Xulosa shuki, moliya olamida tekin tushlik yo'q. Muvaffaqiyatli investitsiya strategiyasi bu eng ko'p foyda beradigan reja emas, balki siz narxini to'lashga rozi bo'lgan rejadir. Agar siz 10-20% lik tushishlarni xotirjam qabul qila olsangiz, demak siz chiptani sotib oldingiz. Demak, boylik mana shu sabr va ruhiy chidamlilik uchun beriladigan mukofotdir. Sizchi, siz boylik uchun qaysi narxni to'lashga tayyorsiz? Vaqtingiznimi? Nafsingiznimi? Yoki kechki xotirjamligingiznimi? Izohlarda yozib qoldiring. Eslaysizmi? 10 yoshingizda kim bo'lmoqchi edingiz? Kosmonavtmi? O't o'chiruvchimi? Endi hozirgi holatingizga qarang. Ehtimol siz moliya sohasidasiz yoki biznes bilan shug'ullanyapsiz. Inson hayoti davomida o'rtacha har 10 yilda butunlay boshqa odamga aylanadi. Uzoq muddatli moliya rejalari tuzishdagi eng katta xato bu bizning hozirgi menimiz, kelajakdagi menimiz uchun qaror qabul qilishidir. Biz 20 yillik reja tuzamiz, lekin 5 yildan keyin nimalarni xohlashimizni bilmaymiz. Psixologlar aniqlashicha, odamlar o'tmishda qanchalik o'zgarganliklarini yaxshi tushunishadi, lekin kelajakda ham shunchalik o'zgarishlarini tasavvur qila olishmaydi. Biz endi men to'liq shakllandim, qarashlarim o'zgarmaydi deb o'ylaymiz. Bu illyuziya. Siz bugun men hech qachon uylanmayman yoki menga katta uy kerak emas deb moliya rejangizni shunga moslab tuzishingiz mumkin. Lekin 10 yildan keyin oilangiz bilan keng hovlida yashashni xohlab qolsangiz, hozirgi rejangiz sizni qamoqqa tiqib qo'yadi. Morgan Housel ogohlantiradi. Juda kamtarona yashab, bor pulini yig'ish yoki borini sarflab yuborish har ikkisi ham xato. Har yili o'rta darajada tejash, har yili o'rta darajada dam olish va har yili o'rta darajada xayriya qilish, shunda hayotingizning istalgan nuqtasida men noto'g'ri yashadim degan afsus bo'lmaydi. Siz 4 yil moliya sohasida o'qigan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir sizga dasturlash ko'proq zavq beryapti. Shuncha yilim ketdi-ku deb o'zingiz yoqtirmagan ishda qolish bu xato. O'tmishdagi men qabul qilgan qaror uchun hozirgi
men umrbod jazolanishi shart emas. Agar investitsiya strategiyangiz endi ish bermayotganini tushunsangiz, unda voz kechishga qo'rqmang. O'tmishdagi xatolarni tan olish bu boyishning bir qismidir. Uzoq muddatli reja tuzayotganda o'zimizga men o'zgarishim mumkin degan huquqni qoldiring. Moliyaviy erkinlik bu faqat ko'p pul emas, bu o'zingiz xohlagan paytda xohlagan ishingizni qilish huquqidir. Sizchi 5 yil oldingi orzularingiz hozir ham o'z kuchidami? Izohlarda sirlashamiz. Tasavvur qiling, siz yangi shahar bo'ylab mashina haydayapsiz, lekin sizning old oynangiz butunlay qop-qora bo'yoq bilan bo'yalgan. Siz faqat orqani ko'rsatuvchi ko'zguga qarab harakat qilyapsiz. Mantiqsiz tuyuldimi? Lekin ko'pchiligimiz investitsiya va biznes qilishda aynan shunday yo'l tutamiz. Biz o'tmishdagi grafiklar va o'tgan yilgi daromadlar va tarixdagi inqirozlarni o'rganamizda, kelajakda ham hamma narsa shunday bo'ladi deb o'ylaymiz. Bugun biz nega tarixdagi eng yomon vaziyat aslida biz tayyor bo'lishimiz kerak bo'lgan eng minimal xavf ekanini va kutilmagan hodisalar dunyoni qanday boshqarishini ko'rib chiqamiz. Stanford professori Scott Sagan shunday deydi: ilgari hech qachon sodir bo'lmagan hodisalar doim sodir bo'lib turadi. 11-sentyabr voqealari, 2008-yilgi global inqiroz yoki yaqindagi pandemiya. Bu voqealarning hech biri o'sha paytgacha bo'lgan tarixiy kitoblarda yozilmagan edi. Ularni hech qaysi bir iqtisodchi bashorat qila olmagan edi. Agar siz faqat o'tmishda bo'lgan inqirozga tayyor bo'lsangiz, siz faqat o'sha inqirozdan omon qolasiz. Lekin kelajakdagi inqiroz o'tmishdagiga o'xshamaydi. U kutilmagan bo'ladi. O'zbekistonda ham ko'plab tadbirkorlar bizning sohada 20 yildan beri hamma narsa bir xil, hech narsa o'zgarmaydi deyshadi. Aynan mana shu xotirjamlik eng katta xavfning boshlanishidir. Biz tarixdagi eng yomon voqeani, masalan 1929-yildagi buyuk depressiya, kelajakdagi xarakterlarimizning yuqori chegarasi deb qabul qilamiz. Lekin o'sha eng yomon voqea ham o'z vaqtida kutilmagan va misli ko'rilmagan edi. Demak, kelajakda sodir bo'ladigan eng yomon voqea ham o'tmishdagi har qanday ko'rsatkichdan o'zib ketishi mumkin. Agar sizning strategiyangiz faqat o'tmishdagi eng yomon vaziyatda sinmaydigan qilib tuzilgan bo'lsa, siz kelajakdagi kutilmagan surprizga dosh bera olmasligingiz mumkin. Dunyodagi eng buyuk investitsiya o'qituvchisi bo'lgan Graham o'z kitobining har bir yangi nashrida eski formulani o'chirib yangilarini qo'shgan. U tan olgan, bozor o'zgardi. Eski qoidalar endi foyda bermaydi. Iqtisodiyot bu matematika emas, bu insonlar to'plami. Odamlarning xulq-atvori, texnologiya va soliq qonunlari o'zgaradi. 2020-yildagi savdo prinsiplari 2026-yildagi raqamli bozorda ishlamasligi mumkin. Hozirgi raqobatda sizga o'tmishdagi mantiqiy yondashuv emas, balki kutilmagan vaziyatlarga moslashuvchanlik ko'proq yordam beradi. Tarixni bashorat qilish uchun emas, balki o'z xatolaringizni kalibrlash uchun o'rganing. Tarixdan o'rganish kerak bo'lgan eng buyuk dars bu dunyo doim bizni hayratda qoldirishidir. Siz hayotingizda qanday kutilmagan moliya surpriziga duch keldingiz? Rejangiz barbod bo'ldimi yoki zaxirangiz bormidi? Izohlarda yozing. Bu boshqalarga ham dars bo'ladi.